Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan hamyurtlar obunachilar kimda-kim Toshkentdan Rossiyadan Toshkentga tinimsiz qatnovlarda ketmoqchi bo'lsa, bizda ishonchli avtobuslarimiz har kuni tinimsiz qatnovda Moskvadan Toshkentga avtostansiya metro Katenikidan yuriladi. +7 966 270 55 55 93 258 80 80 nomerlari. Keling. Bismillah. Assalomu alaykum. Akulalar, bu hozirda Toshkent shahrining o'zidan chiqib ketmoqda bu avtobusimiz. Bu avtobusimizda to'lsa grafik bo'yicha ko'rib tursa yuradigan avtobuslar akular. Ayollarimiz kelsa oldi qatordan joylar qilib beramiz akular. Bemalol telefon qilib biz bilan bog'lanib kelishingiz mumkin. Yuklar masalasiga keladigan bo'lsak, 50, 60, 70 kilogacha yuklar olib kelaverasizlar. Bagajlarga qo'ygan joylarimiz mavjud. Konditsionerlarimiz bor, ishlaydi pechkalarimiz, xolodilniklarimiz mavjud. 3 ta GPS onlayn kamera o'rnatilgan. Assalomu alaykum. Opa, endi bir ikki og'iz bir ruxsat bersangiz intervyu qilamiz siz bilan. Qayerdansiz? Toshkent o'zidan. Bu avtobusda birinchi ketdingizmi? Misol necha kilo yuk olib keldingiz? 40 kilo. Yukingizga pul olinmadi, to'g'rimi opa? Misol hech qanaqa kamchiliklar yo'q. Aytgan joyingizdan bo'ldi. Joyingizga bu joy sizga bekarga, bonusga. Bemalol yozish o'zini damni olib ketaverasiz. Keling mana akura. Assalomu alaykum. Bobo, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, rahmat. Xudo xolasa. Farzanddan keldik, endi mana mehmon bo'lib, endi ketamiz. Akalar, bizni Toshkent shahrining avtovokzalidan Toshkent, Moskva, Kazan, Ufa, Perm yo'nalishlariga reyslardan amalga oshirishlar bo'ladi. Batafsil ma'lumot olish uchun 93 258 80 80 nomerlarini qo'yib qo'yganmiz. 24 ga xalq xizmatidamiz. Tanlovdan qo'ymanglar, mashinalarga aldanib qolmanglar. Sog' bo'linglar.